Pay kesildi, lekin siz kutaman, yaxshi bo'lib ketar deb o'ylayapsizmi? Keling, hech qanday qo'rqitishsiz, faqat faktlar bilan tushuntiraman. Pay kesildi va u endilikda barmoqqa harakat bera olmaydi. Agar vaqtda ulanmasa, barmoq shu holatda qotib qoladi va uni qaytib ishlata olmaysiz. Bir necha kundan keyin ikki tarafga qochib ketgan payning uchlari to'qimalar ichida qolib ketadi. Bir haftadan so'ng esa u yerda chandiqlanish jarayoni boshlanadi. Organizm jarohat o'rnini qalin chandiq bilan qoplaydi va bu chandiqlar payni atrof to'qimalarga yopishib ketishiga olib keladi. Bu siz uchun nima degani? Endi bu barmoq umuman egilmaydi yoki yozilmaydi ham. Bir dona harakatsiz barmoq qolganlarning ham faoliyatini cheklab, kafni zaiflashtiradi. Qoshiqni ushlash, zamokni qadash va shu kabi qo'l bilan bajaradigan oddiy ishlar ham qiyinlashadi yoki umuman imkonsiz bo'lib qoladi. Eng muhimi, kech qilingan operatsiya to'liq natija bermaydi. Chunki uzilgan pay atrof to'qimalarga yopishib, chandiq uni erkin harakatini cheklaydi. Hatto operatsiya ideal bajarilgan bo'lsa ham. Birinchi kunlarda osongina bajariladigan operatsiya bir oydan keyin qiyin, qimmat va ba'zan samarasiz rekonstruksiyaga aylanadi. Kutmang. Qo'l kesilgandan keyin barmoq to'liq bukilmasa, bizga murojaat qiling. Aks holda harakatni bir umrga yo'qotishingiz mumkin.